O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov 1941-yilning 21-martida Qashqadaryo viloyati Koson tumani Nekus qishlog'ida dunyoga kelgan. O'rta maktabni 1958-yil oltin medal bilan tugatgach, Toshkent davlat Dorulfununi jurnalistika bo'limiga kirib, uni 1963-yil muvaffaqiyatli bitirgan. 1963-yildan 1969-yillarda Yosh gvardiya, 1969-yildan 1974-yillarda esa G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotlarida muharrir lavozimlarda ish faoliyatini olib borgan. 1974-yildan 1976-yillarda esa Sharq yulduzi jurnalida adabiy xodim bo'lim mudiri lavozimlarida ish faoliyatini olib borgan. 1976-yildan 1982-yillarda esa O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida adabiy maslahatchi, 1985-yildan 1988-yillarda mas'ul kotib, 1982-yildan esa 1983-yillarda Toshkent viloyat bo'limida mas'ul kotib lavozimlarida ish faoliyatlarini olib borgan. 1983-yildan 1985-yillarda Gulxan jurnalida muharrir lavozimlarida ishlagan. 1996-yildan O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi va O'zbekiston Respublikasi mualliflik huquqini himoya qilish davlat agentligi raisi bo'lib ishlab o'z faoliyatini olib borgan. Abdulla Oripovning Tilla baliqcha, Men nechun sevaman O'zbekistonni singari dastlabki she'rlari talabalik yillarida yozilgan va o'zbek she'riyatiga yangi iste'dodli, o'ziga xos janrlarda ish faoliyatini olib borgan. Bir 1965-yil Bitta yulduz ilk she'rlar to'plamining nashr etilishi she'riyat muxlislarida paydo bo'lgan shu dastlabki tasavvurning to'g'ri ekanligi tasdiqlanadi. Shundan keyin shoirning 1966-yil Ko'zlarim yo'lingda, 1969-yil Onajon, 1971-yil Ruhim, O'zbekiston, 1974-yil Xotirot, Yurtim jamoli, 1979-yil Yuzma-yuz, Hayrat, 1992-yil Haj daftari, Munojot, 1996-yil Saylanma, 1999-yil Dunyo, 2003-yil Shoir yuragi singari she'riy kitoblari nashr etilgan. Abdulla Oripovni mustaqillik yillarida Amir Temurning O'rta Osiyo xalqlari tarixiy taqdirida o'ynagan buyuk rolni ko'rsatuvchi Sohibqiron she'riy dramasini 1998-yil yozishga ilhomlantirdi. O'z navbatida uning asarlari ham rus, ham ingliz, bolgar, turk, ukrain, turkman, Ozarbayjon kabi ko'plab xorijiy tillarga tarjima qilingan. Abdulla Oripov AQShning Fan va ta'lim, sanoat va san'at xalqaro akademiyasining haqiqiy a'zosi, Yaponiyaning Soka universiteti professori hisoblanadi. Abdulla Oripov uzoq yillar O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi rahbari. Ko'p yillar davomida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi deputati va senat a'zosi sifatida ham samarali ish olib borgan. Ulug' shoir va adib Abdulla Oripovning o'zbek adabiyoti va san'atining rivojlantirilishi borasidagi xizmatlari davlatimiz tomonidan munosib taqdirlandi. U O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni, faxriy unvonlari, O'zbekiston Respublikasi davlat mukofoti va do'stlik ordeni bilan mukofotlangan. O'zbekiston qahramoni, atoqli jamoat arbobi Abdulla Oripov 2016-yilning kuzida 75 yoshida vafot etdi. Atoqli shoir, mehribon ustoz, samimiy va kamtarin inson Abdulla Oripovning yorqin xotirasi qalblarimizda hamisha saqlanib qoladi.